millatning erkinlik sadosi, yorlangan yuraklarning nidosi, bo'g'ilgan ovozlarning sirdishi, da'vogarlarning simosi, izlanish munbiri. Siz ve benim avazımız Şerqi Türkistan avazı. Assalamu alaikum, hürmetli Şerq Türkistanlık kırımdaşlar. Anlavatkanımla Şerq Türkistan avazı, Tor Radyosu, haber ve mulahiz programısı. Aldı bilen bugünkü programımızda Şerq Türkistan Müstakillik Hareketi Tayyorlik Heyeti Reisi Seyit Tümtürk Efendim'nin 6. ayının 4. günü Amerika'nın payitahtı Washington'da Aksaray'ın aldığı elip verildiğin 2 ay davamlıcılığın maratoncu namayış hakkında bergen bayanatını anlayısılar. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Hürmetli Şerq Türkistan halkı, muhaciretteki teşkilatlarımız ve muhaciretteki Uygur kırındaşlarımız. Hemminlâgi malum, vatanımız Şerq Türkistan'da Xitay Komünist hakimiyetinin ki, cellatlarının ki, Şerq Türkistan Müslümanların üstünde ilip bıravatkan zulümleri dünyada misli görülmegen bir vahşi kırgınçılıkka aylandı. Bolup mu lagirlar meselesi, bugün 1 milyondan 2 milyon kişi Uygur'un ki, dünyada hiç kanda bir asalnak milletke, hiç kanda bir emperyalist ya ki Cihangir devletinin ki, kılmagan bir zulme ve akıbeti de Uygurlarının öylürge Xitaylarını köçürüp ekilip koş aile, kırındaş aile diyen bu sepsete, Uygurlarının ki dini alimlerini öttürüş, Uygurlarının kızlarını Xitay bile toy kılışkı mecburlaş, bu emde bizninki takat kılıdığan, çıdaydıgan, sükut kılıdığan bir sükunut bununla çıdaydıgan ahvalimiz kalmadı. Bunda bir halette elbette bizning bütün Şarkı Türkistanlık karındaşlarımızdan, teşkilatlarımızdan ki, vatan söylerlerimizden ki, dini zatlarımızdan ki, her kandak buluşunu katınazlar, her bir Uygur'un ki, Xitay'ın bu yok kılış siyasetiyle bizim mevcudiyetimizi saklaş ve vatanımızda müstakil kılış ve Xitay bilen bulgan muamelemizin izçil üzüp taşlap onunla gazap nefretlerimiz bilen meydanımıza oturup koyuşunun ki vakti kilip ötüp gitti. Şunun için bu yüzden dünyanın her kanday jaylardaki teşkilatlarımız her bir fırsatta Xitayga bolgan bu meydanına oturup koyup çıkmakta. Bugünkü günde Amerika'daki Uygur kırındaşlarımızdan, bizden sabdaşlarımızdan Salih Hudayar ve Bilal İbrahim Türkistani kırındaşlarımız özünün bu mesuliyetini, bu dini ve milli mesuliyetini, bu mecburiyetini tutup Amerika'da, Washington'da parlamentlarınki, siyasetçilerinki zıç ötüdüğün bir orunda Xitayga bolgan bu nefretlerini ve Xitayning Şarkı Türkistan'da bu kılmışlarını Amerika siyasi erbaplarına tanıştırış ve Amerika siyasetinin bu meseleye dikkatini kozgatish için 6. ayının 4. günüden başlap 2 aylık bir namayış ve karşı duruş faaliyeti ilip bağmakçı. Biz Salih Hudayar ve Bilal İbrahim Türkistani kırındaşlarımızın ki bu faaliyetini bar gücümüz bile kollayız. Bu kırındaşlarımız bütün Şarkı Türkistanlıklarının ki mecburiyetini ada kılış yüzüste Amerika'da buluş sıkıntı veren Amerika siyasetçilerine bu meseleye söylep çıkış, bu meseleye dikkatini kozgaş faaliyetini ilip bağmakçı. Demek bu kırındaşlarımızın ki bu çakırığa başta Amerika'da yaşavatkan Şarkı Türkistanlık Uygurlarının ki ve imkan dairesinde dünyanın her kandak jaylarda yaşavatkan sergendar bolgan Uygurlarının mı eğer imkan tapalısa, fırsat tapalısa, şarayet yarıdasa Washington'a uçup birip şu kırındaşlarımız bilen birge mörü getirip bu faaliyetini ilip birişi elbette her bir Şarkı Türkistanlık'ın ki vicdani, ahlaki mesuliyetini hep tanıyma. Bu vecedin ilip etkanda biz bu kırındaşlarımız kim ki degan suallar bizge yetti.
bu qarindoshlarimiz bizga nisbatan ishonchlik, bizga nisbatan vatanparvar, axloqlik, fazilatlik, mas'uliyatchan qarindoshlarimizki, bulardan Salih Xudoyor qarindoshimiz bizning yaqinda qurmoqchi bo'lgan Sharq Turkiston Mustaqillik harakati tashkilotimizning eng yosh, eng kichik a'zosi. Bilal İbrahim qarindoshimizmi o'ziniki pasporti bo'lmaganlik sababidan bu faoliyatlarimizga, bu tashkilotning qurilish arpistiki tayyorlik chig'ini qatnashmagan bo'lsa-mu, bizning sabdishimiz, bizning qarindoshimiz, bizga ayon, bizga ishonchlik, biz uchun mo'tabar qarindoshlarimiz. Shuning uchun bu qarindoshlarimiz ustida hech qanday bir gumon, shubha yo'q. Bular Sharq Turkistonninki o'g'lonlari, erkaklari, fidoyilari, bu qarindoshlarimizningki bu faoliyati, bu nishon maqsadlarimi tamamen milliy va yerlik vatanimiz ve milletimiz için, vatanimizning ve milletimizning mustaqilligi için özünü atab bu faaliyetini o'rinlashtirmoqchi. İnşallah Sharq Turkiston Mustaqillik harakatidagi bütün qarindoshlarimizni inşallah bu qarindoshlarimiz bilan birga bir safda bu faaliyetlarni himoya qilamiz. İqtisodiy, siyosiy, jismoniy, fikriy jihatdan biz bu qarindoshlarimizni qo'llaymiz. Ve Allah Teala'dan ulug' ay, ulug' kun Ramazonda vatanimizdeki qarindoshlarımızın bunchalik dafsandi bo'lib, bunchalik xarlanib, Xitoy kafirlari qo'li ostida yo'q bo'lish oldidagi mushu mezgilda bu qarindoshlarımızın bu faoliyatiningki Sharq Turkistondagi musulmon Uyg'ur xalqiga va Sharq Turkistonning hurligiga bir sabab bo'lishni Allah Teala'dan tilaymiz ve Allah Teala'dan bizge bir çıkış yolu berishni, necatlık berishni ve vatanimizning ozodlik yo'lida bizge kuch-quvvat, birlik, ittifoqlik nasib qilishni biz Allohdan tilaymiz. Hammalarga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sayyid Tumturk. Hurmatli qarindoshlar, tövende radyomuz muxbirining davosibidagi bir qism jangovar yoshlar bilan elib qolgan suhbatining 2 bölümünü anglaysizlar. Qani marhamat. Hamda bugun sizlarni yoshlarni yig'ishga maqsad bu yerda suhbat o'tkazishga maqsadmi? Mushu yoshlarniki navbatdagi mushu davosiyatimizdagi roli asosiy tema. Buningda hammamiz bilamiz, yong'izotning ichiga chiqmas deb o'z oldimizga ish qilsak, natijasini ko'rishimiz notayin. Asosan tashkillik oldish qilganda andan keyin ishlarimiz vujudga chiqdi, bu ta'sir bo'ldi deymiz. Endi hozir tashkillik ish yo'qmi, aramizda bor, bo'lyapti. Uzun yillardan hammaga ko'rib qolishlarimiz, bu tashkillik ishlar asosan bizning cho'nglarimiz yetakchilik qilyapti. Burundan eng cho'ng tashkilot hamda shu dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lgan. Onun yandaş yana bir qancha, masalan, suguntik hukumat deymiz, ma'arif deymiz, boshqa tashkilotlar bo'lgan. Bular asosan cho'nglar yetakchilik qilyapti-da. Natija qanday bo'ldi, uni hozir demay turayli, degan ko'ngildagi gapni tukimiz. Buningda biz ko'rib turibdikki, dushman biz hozir doim to'g'layotgan shuarimiz bizning Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q deymiz. Ammo biz 5-10 yil oldi ko'rib turibdimizki, Xitoy dushmanimiz bir yoqqa qat qilib, o'z ishimizdagi ziddiyatlarni bir taraf qilib bo'lmayli, beshimiz chashlarimiz oqirib ketyapti. O ziddiyatlarni ko'rmaskim sappoqtoq, anglamaskim sappoqtoq, ammo u bir reallik ko'z oldimizda turibdi. Nurg'un ziddiyatlar shu o'zimizning ichida tug'ilib, xalqimizni seskantirayotgan ahvollar bo'ldi. Endi haqiqiy vijdoni bor, haqiqiy biz sop odamlar yetakchilik qilgan bo'lsa bo'ladi shu ishqa degan bir chaqiriq xalq aramizda ish to'xtab boqmadi. Biz sop o'zining abay deyilgandek jonini, belini, hammasini atab turib, ishidan chiqarib xalq uchun xizmat qiladigan millat deydigan. Bundaq bir shaxsiy ziddiyatlarga yo'l ochmaydigan mushtaq bir lider haqiqiy yetakchilik qilsa, bu ishlarga davosiyatimiz saplashgan bo'ladi, ishlarimiz texnik unumli bo'ladi deydigan ko'z qarash nurg'un odamlar bor. Ammo ahvol undaq bo'lmag'achqa bir xil ma'yuslik bor. Bugun yoshlarningki shu davosiyatdagi rol to'g'riliq so'zlab qoldik. Sizlar masalan ko'rdik, haqiqatan yoshlar orasida sap niyatlik, vijdonli, g'ururlik yoshlarimiz oz emasga. Bo'lib shu bir necha qatimliq faoliyatlardan shuni ko'rib oldik. Men o'ylayman, agar sizlar garchi hurmat yuzidan cho'nglar deb cho'nglarning og'zi qarab turgan bo'lsanglarmi, sizlar bu vijdoninglar qaynab turgan haqiqiy erkak, haqiqiy millatchi bo'lgandan keyin shu tashkilotlarga kirib, tashkilotlarda rol olib, o'zinglarni ko'rsatib,
bir shu tashkilotlarning haqiqiy rolini joriy qildirishga to'p qo'shgan bo'lsanglar, hozirgidan yaxshi bo'lamdi qandoq? Bu jihatda o'ylash baxtinglarmi? Ya'ni mushundoq ziddiyat bo'lsa-mu, men kirib ashada haqni so'zlay, mening rolimni, o'zimning rolini joriy qildiray degan ideyada bo'lib baxtinglarmi? O'lchab berishim, bir javob bersangiz. Mening bu jihatdan qilgan qarindoshlarimizdan bakmochiqdan bilib ketmayman. Shundan bo'lsa o'zimniki ko'p qarshim deb qo'y. Ammo savol endi ichimga gapni qilsam, hozir yoshlanmasam men hozir bir tashkilotga kirishni xato ko'raman. Chunki hozir tashkilotlar bir-birisi qaynab ketgan vaqtida men kirsam, yana bir dushman o'zimni bekorgan topdim degan gap. Shuning uchun biz yoshlar qiladigan yaxshi narsa, mencha, o'sha taraf tutmay, hozir ma'lumotgan mishg'ullarni yashab, o'sha ma'lumotgan taraf tutmay, cho'nglardan yaxshi narsani, tajribalarni o'rganish, nachar narsalarni o'zaro bu yoshlar bilan deyish mandayalar bo'lmadi deb o'zimizni tarbiyalaydigan bir vaqt mezgil deb o'ylayman. Onun için o təşkilatdakı az qıvatlan aklarımız çoğlarmı? Ular şu bizdeki yaşlardan başlayan 20-30 yaşlan vaxtların başlayan. Ularning ama xatolik bor, hamma to'g'ri bo'lmaydi, lekin to'g'ri narsani qilgan haqiqiy kishilar xizmatlarini ko'ryapmiz. Mayli kim bo'lsa. Shuningga hozir biz u yerga kirib qolsak, u yerda nurg'un ishlar bor, biz bilmaydigan ishlar bor yoshlarningki. Shuningga biz eng yaxshisi yoshlarning eng to'g'ri yo'li mencha o'zimniki ko'z qarashim tashkilot kirmay, tabii qalayimqan vaqt kirmay turib, yaxshi narsani o'rganib turib, tashkilot qaysi narsa xato qilyapti, qaysi narsa to'g'ri. Albatta buni qarab ham o'tmaymiz. Ya'ni millat foydali har qanday ishlar bo'lsa qilib turishimiz kerak. Mayli qaysi tashkilot bo'lsa, qaysi tashkilotga yordam bo'lsa qilishimiz kerak, to'xtab qolmamiz kerak. Lekin shu faqatlam hozircha tashkilot kirmay, yaxshi bir o'rganishimiz kerak deb o'ylayman shu mezgilda. Çünkü bu bir uzun dava. Bu ertugün bir kişi vatanı azap kırtıdan bu şey emas. Bunu görüp bu hakikat bu. Elbette ümit aşına tileyimiz, Allah'ın tileyimiz ertulam azap bulup kesince. Lekin bu hakikat bu dünyanın en küçük bir devlet olan ve Xitay bilen karşılık veriyorsunuz. Amerika mı, Kanada mı, Avrupa mı, hiç kim kalaymakan karşılık veremeydiğin bir devlet bilen karşılık mukatınız, düşmanınız. Şunlara bir devlet azı. Şununla bizim şu uzun yıllık bir planı kılmışsak, qaynab kelqi hissiyat bilan o'ynab kelsak bo'lmaydi. Men chiqmsam bo'lmaydi, men chiqmay cho'nglarni yo'q deb, men qilmay bo'ldi deydigan uni qilib qolsa, balki biz nurg'un tig'im ko'p xatolikdan qilib qilishimiz mumkin. Shuning bizni oldirmay yaxshi albatta aniq shaklda yana o'rganishimiz kerak, yana nurg'un narsani shu jarayonda o'zimizning bekrak tajribani to'plab qilishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Abdusalom, siz qanday qaraysiz bu savolga? Kirsak bo'lmamda deydigan menimcha bu ishlarni qildigan har qanday odamning qalbida keladigan bir savol. Cho'qim asli normal bo'lsa cho'qim kirish kerak. Bu tashkilsiz tashkil bo'lmay turib bo'lgan ishlar emas. Cho'qim bir tashkil masalan hozir ma qarindoshlarimiz Amerikadan ko'rdik, buni tanishmaydik. Sog'liqni o'tgan yig'inda ko'rishdik. Bilal qarishimizdan masalan men tuqmaydi ekanman. Shunga o'xshash Aşlar bilen birleşip bir işler kılış diyenlerimiz teşkil talep kılıyor. Bir organizasyon talep kılıyor. Bunlar hem mesela asli buluş gerek. Hem neymiş ki bomba diyende bayram diyende bombaganda yer biz yaş olanlıkken nimimiz oldu. Semimizden tekrar Allah iştiğimizden balları var. O bu diyendek mi turmuş bir nimimiz var. Baş olup kalması ya ki bek aktif olanması da onu mesela ben qanchalik vaqtimni beralayman desam, az vaqtim. Haftada masalan 2 olsa 20 kun vaqtimni bu ishlarga berishim mumkin masalan. Ama cho'nglar sal nimadan ishingan bo'ladi. Analikin bizninkilar yangi kelgan Yevropaga bu ishni qilayotganimiz bo'lsa, yangi kelganlar lekin o muqim bir xizmati yo'q. Yoshlarning muqim xizmati va ya o'qishi va bizning gollar deyilmasdan bu ishlarni qilganlar asosiyatda nim qilganlar deb burunlar masalan, odamlarimiz cho'nglar adam muqim iş yok, vaqti var diyendek. Ondan keyin bir gap bo'lib o'tildi. Bu adam sap adamning yo'q. Bu tashkilotlarning hammasida asosiy qadamning hammasi sap. Eng nimasi aytsak, nimish bu ishni rivojlanmaydi desa, bizda sapa yo'q. Bizda iqtidorli odam az. 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 Bizda iqtidorli
bir ishni biladigan, professional shaklda qiladigan odam az. Ishning yo'lini bilmaymiz. Shuni bo'lmaydi. Ham uning ustiga Xitoymi bizning bu davoni bu yerda qildiganligimizni bilgandan keyin u Xitoymi odamlarni biz tashkilot qo'ysin burun bu yerga chiqarib bo'lgan. Biz namoyishdan qilishdan burun yo'ldan deganim desam, men o'zim his qilgan, o'zim ko'rgan narsalar. Biz bu yerda namoyish qilishdan burun yo'ldan deya kelib. Xitoy o'zining odamini chiqib bo'lib, namoyish qilsak, vatan qaytaramiz degan gapni yeb bo'lib ekan, ya'ni terib bo'lib ekan, urib chish bo'lib ekan. Namoyish qiladigan odam boshchilar qoldirib kelgan savol olgandan keyin javob yeb bo'ldi ekan. Aşında olganlıq üçün təşkilatlarının bu yolun to'sab, nim qilgan, mesela nim adam bo'lsa-mu, qalbi saf, pak, u odamda bizda bu ishlarni kitirgan, iqtidor bo'lmagan ekanmi, Yevropada ish qilmoqlashqidek. Anandaki atrofida andaroq odamda bir ish bo'lib qolsa, ham Xitoy kuchli bo'lgan ekan, bu yerga oyoqqa yiqsin bo'ladigan gap. Yiqsin bo'layotgan ekan, u ishlar oqmaydi ekan. Mening his-qilganim, bu ishlar oqmaydi. Oqmayotgan ekan bu tashkilot kirib, bunda qilguncha oqida qarab bir ish qilsa bo'lmamdi deydigan narsalikda qolgan. Siz degandek, mani ish qilib, buni kuchab bunda qilsak, chunki bizdimi unchilik nima yo'q. Endi balkim Salih kendisinden okugan nimeleri bunun teknik maskelerle üçtür. Doktoruna kördüğün nimesi keneydi adamdan. Ben manetken körvatmayayım. Meğeriminde mümküncelikler var ki bu şimdi iş kılmaydı bu da. Çünkü o da yolunu okumaydı o adam. Anladaki sizden dikkat sonra ademimiz hakikaten hazır ademez. Fakat teşkili ekilip bu adamdan bir teşkillep durup bu işleri kılarlık halde aşını yolgu siliş test oladır. Bıçakla aylandırılış test oladır. Rahmet. Bilal kardeşim, siz qanday qaraysiz bu savolga? Yuqorida mana ikki kardeşimiz o'zining tushunchisini javobini bergan bo'ldi. Ammo men buningga boshqacha bir qarashda. Qanday desangiz muxtar efendi, endi men Amerikada men yashayotgan 7 yil bo'ldi. 7 yil jarayonida men mushadiki har xil tashkilotning odamlari bilan men paramlish vaqtim nurg'un uyg'urlar bilan suhbat etdim. Bularda bir xil bayama Abdusalom kardeşimiz degandek sapamı yo'qkan, undan keyin bularda iliqi millatga bizning mayaki imkoniyatdan yoshlarimizga bir kuyinish degan narsa yo'qkan. Qanday deganda bundan keyin men bunga aytib qisqa qilib javob beraman. Çünkü Amerika'da mesela bizimki nurgun yaşlarımız askerlik veriyordu, asker bo'lganligi, kompüter texnikalarni yaxshi bilgan bo'lganligi, onun için qaldı işləyən bu Salih Xudayardan bu o'xshashdan nurgunu bağlandı. Muştaq ballani mesela yaşlarını akilib mesela tərbiyələş kerakdi. Muştaqna sus qaraqlıq mesela. Bizni mesela bizdek ballani yaşında ballani tərbiyələsə, Kongressda parlamentda bizning qonunlarimiz 5-10 yil burun chiqqan bo'ladi. Aşağıda bizning odamlarimiz bo'ladi demiş. Amerika fuqarosi bo'lib turib, aşağıda bizningki vatanda bo'layotgan ovozlarimizni, bizga kelayotgan zulmlarni, so'yqirimlarni anlatadigan kongressda bizningki Uyg'ur Amerika garajlarni Uyg'ur akna odamlarimiz bo'lgan bo'ldi. Chunki parlamentda hozir boshqa davlatningki mishada tug'ilib cho'g'gan, mishada kichigida kap mishaning qonunini o'rganib, xalqaro qonunni Salih Xudayar o'qiyotgandek, boshqalar o'qiyotgan. Shunda qonunni o'rganib, parlament bitirgan boshqa millatdan bo'lgan musulmonlar bor ekan. Biz shuni qila olmaymiz, unda qilmaymiz. 30 yildan kelgan odamlar bo'lgandan keyin biz sendan yaxshi bilamiz siyosatni, hammanimiz bilamiz. Bizdek nojo'yam yo'q degan bo'lgandan keyin qilamiz shunday ishni. Bunda qilmaysiz shuni. Qaraydi bu Amerikada, Yevropada. Shuni qilinglar. Uni qirg'iz kelmaydi birinchi. Uni qilsa o'zining ishi oqmaydi. Endi dedim yana bir yerdan balanyadan bergan pul to'xtaydi. Ammo mustaqillikni da'vo qildigan mala biz avtonomchilarga yana boshqa nimalarga beradigan pul ham hamda kesimiz mani desa bularning bozori yurdi. Mani o'yladi bular birinchi. Uning siyosat qo'llandi, uning yoshlarning ovozini chiqarishdimi? Qo'llanmadi. Takliflarni, iltimoslarni, xatlarni o'yasiz. O'ylish baqayli, bu deb, yani o'zim bilganini qilib yurdi masalan. Oddiy bir gap. Oddiy bir misol qarindoshlar. Bultur 10-oyning biri o'tkazilgan Xitoyning bizning vatanga besib kirgan. Aparat u. Aşağıda
Şuar to'g'rimsa qopdika, bir qapılmay bu ishni demasak, eshitmaganda biz Uyg'ur bo'lgandan keyin hamda mana Xitoyni evatgan mana diplomatlar, konsullik odamlari eshitmagan inglizcha puxta o'rganib chiqadi. Mana inglizcha bildi. Amerika xalqida ingliz mana butun Amerikada hamma odam ingliz so'zlaydi. Biz inglizcha bilan Uyg'urcha deyli degandimi? Bizning o'zini o'z saylab olgan atalmish raislarimiz hamda ismini atab o'tamayman. Ma gerçek ma haqiqat ma'no demasak bo'lmaydi qilamiz. Biz shunda gap qilamiz qanday nima ishing bor bu. Dedi bo'pti uning qilma. Haqiqatdan shunda bo'ldi emasmi shu. Rusiyada o'tkazilgan namoyishni. Xitoyda o'tgan ekan. Da'do gonçandan oldi. Onun demisimiz Xitoyga o'rganib chiqqan. Biz shuni demidiqchim turmadi. Bu bir. Undan keyin masalan bu yoshlar ko'p bizning Amerikada. Yaxshi o'qiyotgan o'g'illarimiz bor, qizlarimiz bor. Nima deb tarbiyalamaymiz ularni? Nima deb birga tartibga kelib qolmaymiz? Nashchik bilyapti. Oqchik bilyapti masalan. Buzilyapti. Buni amini biz ko'ruglik qarindoshlar mana men diniy ziyoli bo'lgandan keyin buni ko'ruglik hamma kilido mishaga o'bunda. Shuni biz bunda o'ylab, buni biz boshqa bir ish taqoq ekan bu cho'nglarga tashlab qo'ysak, cho'nglarni hurmat qilamiz. Birimiz deb og'zimizni buzib birimiz demaymiz. Ammo qilgan xatolig'ingni sana ko'rsatgan vaqtda sen men avliyo bo'lib ketsangmi, Amerikaning palanchi zonton bo'lib ketsangmi, ko'rsatgan vaqtda sen ol buni. Kimdi bu savol, to'g'ri gap kimdi bu savol. Chunki bu vatan millatninki da'vosi, vatan millatning manfaati faqat sen yolg'iz bir odamning emas. Butun kollektivning manfaati. Shunda bo'lgandan keyin buni nihoyatda ilmiy, amaliy usulda bir qarab turib buni hal qilishimiz lozim. Nurg'un yoshlarimiz var mı? Tayini yok işten kıyırıydı mesela. La deyme ben bu muda boğan diken muda kısak bulmam da bu düşse sonlak vatkan boğan diken. Berber bizim dikimizden olmayı zaten. Hadak kılmam da. Bizim olmuş o da ütüden de. Namaz çıkırdı. Resmiyet için çıkırdı kaldığımı da. Mişanin ki 8 yıllığına evlilik için çıkırdı kaldığımı da. Bir işni qilaylik, ma vatan davası, millatning davasini qilaylik, qarindoshlar. Yurakdan chiqarib qilsak, vaqtda bizga bir natija bo'ladi. Alloh yaxshi ko'rdi meni. Uningdan keyin Alloh bizga yordam berdi. Sen Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo nima deydi qarindoshlar? Meni qisqacha deb aytaman. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dedi. Allah. Bir qavm o'zidagi illatni, o'zidagi nachar qiliqni, o'zidagi bir adabsizlikni, o'zidagi bir xatolikni tuzatmaguncha bir guruh odamlar, bir qavm, bir bu hammaga tushadi. La yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ashlar qachon shunda bir o'zini o'zgartirib, shunda bo'lmaguncha yordam qilmaymiz bu qavmga. Tashlab ketamiz bularni. Allah tashlab etdi g'ayrimasa bizni. Tashlab etdi. Nimishqa? Bizda shundoq nuqsonlar, shundoq xatoliklar kayni-kayndan bo'lgandan keyin bundan biz savob olmay, ibrat olmay, tuzatmay, qabul qilmay, qilishqidagi ishlarni qilmay, o'zimizning shaxsiy manfaatini o'ylab, kollektivning manfaatini qarab qo'yib, jamoatning ishi bilan ishimiz bo'lmay, to'g'ri bir fikrni bilsa, masalan, uni qabul qilmay, mush ma'nomas deb da'voyimizni xalq ko'chaga chingdab, sulab, patni boshi mashina ashaka tiqimiz deb qilgandan keyin ahvolimiz shunday bo'ldi. Shuna bilan ishimiz ro'naq topmaydi. 30 yil, 40 yil yashasaqmi, bir ishga odam aytadi, qarab kuchab tomirlari yerga ketgan boshdan uydi. Vaqt kelganda shu da'vo shunday turadigan gap. Qonunlar ijro qilinmaydi, ovozga qo'yilmaydi, hech nima bo'lmaydi. Masalan, eng oddiy Falastinninki bayrog'i o'sha nimada BDTda g'ayri rasmiy o'smi isig'liq bor ashlarning. Ashlar to'g'ri hukmatdan qonunlar bor chiqadi. Isroilga besog'anda. Ammo bizningki mana shunday bir vahshiy bo'lib ketgan bir holatda masalan 20-30 million odamimiz qirilib, o'lib, hozir ko'z oldimizda bo'layotgan vahshiyliklar, onalarimizni, ochlarimizni, singillarimizni shunday bir dapsanni qilayotgan bir holatda hamda bizning shu vijdonimiz, imonimiz, g'ururimiz mana bir qaynamay, yana shunday xatolik o'taversak, vaqti bu millat hamda nega boradi, hamda Xudoning biladi, hamda inshaalloh saqlasin. Ammo biz shu atrofimizdagi yoshlarimizni, hamda cho'nglarimizning ishi badiya 70 yoshga, 80 yoshga, keyingilarning 60, 50 o'ladi bular vaqt kelganda.
Peygamber'nin hadisleri var, benim ümmetimden 70-80 atrafı buldu dep. Ama keyinki 20'den aşkan 30'dan qarşısına algan bizde qabatqanlarni esa bular tarbiyalab, mush davoni bizga tashlab berib, mundaq qilasan deb xaritani sizib, sen falan ishni qilsan, piston ishni qilsan, hammasi o'zining qilayotgan amaliy ishi qarata qilgan bo'lsa, bu taraqqiy qildi, undan keyin biz muntazam bir qo'shinnimi, armiyani tashkillagan bo'ladi 30 ming yaqin. Hammasi u bo'lmadi u. Unda bo'lgandan keyin hamda bu yerda ortiq gap qilib o'tag'im yo'q endi. Qolganini boshqa emasdan boshqa fikrda bu so'zni sondan boshqa quloq berasiz. Sağda xeyrinishim, siznikini olsak fikringizni. Bayatın Abdüsalam Kıranışımız bular belki bilmeydi dep nima qildi, bu yo'lni bilmeydi yoki qonunni nimani bilmeydi dep nima qildi. Aksine bular biladi. Buni men bular bilan necha yilning yozi bular bilan sabr qilib, sizlarga nima qilay, sizlarga yordam qilay, sizlar bilan birlik nima qilayli, davoyimizni, millatimizni birlikdan qutqizayli, ma qonunda manda buldu, manda qilsak, anda buldu desak, ya'ni bular uni anlamay şu yüzündeki gipini nima qilib, 30 yilning yozini qilib sen nereden keldin, sen kichik bola, sen o'qimaysa afsus ko'rsatib, ya'ni uni nima qildi. Masalan, abdiy nimasiga Alsallık milletler forum deyli, Alsallık milletniki nimasiga Tibetlikni nimish qattiyan chiymaydi. Nimish bu dunyo Uyg'urni ketib yüzünü ketib oladi. Uyg'urni tuntiman deb Uyg'urni tuntishga ketalyapmiz afsus ko'rsatadi. Xitoy bizni alsalliq da'vatida. Xitoy alsalliq millat da'vatida. Lekin Tibetliklar ular mumkin emas yaqinmaydi. Nima uchun? Chunki ular Tibetda alsalliq millat emas. Biz Uyg'urlarmi Sharq Turkistonda alsalliq millat emas, ma'ni xato qilyapsizlar, bu millatimizga xiyonat, ma'ni qilmanglar desam, yana biz bilyapmiz, biz nima ish qilayotganligimizni obdan bilamiz. Sen nereden keldin? Afsus ko'rsatib nima qildi? Bu Dolqin Esa bilan kurashdim, hammasi bilan nima qildim men. Ba'diki Amerikadagi olim o'z vaqtida Amerika Birlashmasining raisi olim Seytop apandimga dedim. Ma ishni to'g'ri nima qilishimiz kerak? Ma parlamentda so'zlashimiz kerak. Kundi bo'lmasmi, haftada biz odam chirib parlamentga. Ma Uyg'urning ishni chekib, ma Uyg'urning dadi ma o deb nima qilsa taraqqiyot bo'ldi. Ammo qilmayotimiz. Qilmadik. Hamda bu mecbur ma o'lam tushga to'g'andiki, buni qilmasak biz mayadiki yana o'ttasak uyimizda nishimizni chekib, barqimizni ishib o'ttasak bu millatimizga xiyonat bo'ladi. Kelgusimizga xiyonat bo'ladi va turmalardagi yetilovat qilinib, o'ltirilayotgan qarindoshlarimiz xiyonat bo'ldi. Ecdadımızın ruhiga, ecdadımızın vatan millet uchun canını bergen ne güzel ecdadlarımızga, şehitlerimizga xiyonat bo'ldi. Shuning uchun buni nima qilishimiz kerak? Men o'z vaqtida bular dedim, sizlar nima qilay? Bikabosini ishlab beray desam, bu meni chetga qo'yatdi. O'tgan haftamı Rabia xonimmi ilk mening gapimni anglab nimadan men telefon qildi, bo'pti balam ma'lum bizlar meni afsus dedi, ma'lum menga taklif qildi. Siz menga nima tarjimonlik bo'lib nima qiling? Menga maslahatchi bilan afsus ko'rsatdi, ma'qul dedim men. Ammo bir shart qo'ydim men. Benim şartım milletimizin menfaatini qilamiz. Milletimizin umumiy menfaati mustaqillik yo'ldan boshqa narsa yo'q. Buni qabul qilsangiz, xatolig'ingiz bo'lsa vaqtida deyman. Sizga hech kimga men tatbiq shikayat gap qilgan bir odam emasman. Mening bundan nimam yo'q. Men Amerikada Amerikaga tuzlam gap qildim. Men Amerikada cho'ng bo'lgandan keyin meniki xarakterim mushildek tuzlam gap qiladigan biriman. Aldab manik andan qilsam, mani anda qilsam deydigan nimam yo'q. Tuzlam. Bu Amerika qo'nishi tuz. Ya aqni aq deydi, qarni qar deydi. Aqni qarada, qarni aq deb o'tamaydi. Shuning uchun bu nima uchun bo'lmayapti, buni qilalamdi, qilamanmi? Ma'lum tuzitish kerak. Aramızda uyan bor. Buni qasddan bilyapti. Buning aqsi ya'ni surishti qilib chiqsangiz, aynan shu jip yana shu Xitoyning tuzganida. Yani şu Xitoyning tuzganidagi nima bo'lyapti? Nima uchun masalan Amerikaning Avstraliyaning oldida namoyishga ruxsat ketdi, u archikchi deb nima qildi? Tuni nima juma kuni men Avstraliyaning oldiga bordim. Agar men parlamentning oldiga qilmasam, Avstraliyaning oldidagi shu Secret Service deydi, soqchilardan so'radim men. Amonlik nima
prezidentni qo'llaydiganini so'radim men. Men namoyish qilish uchun ruxsatni nima iltimos qilaman desam, ular manda javob berdi. Ruxsat ketmaydi bu yerga. Anlasanmı buludu, ruxsat ketmaydi o. Dedi. Men hayron qoldim men bu gapni anglab. Hayron qilib dedi, bir Tibetninki bayrağını çıkıp algan bir çedirdek biznesi barken aşağıda. Malı de 1981 yıldan tartib 24 saat mişer turdu o. Bu ya da kanıgalık uruş deydi. Çıkamısan lan. Kiçkinizki turamsan 24 saat turamsan. Hakkının nimo, hakkı uruşmasan lan mişer. Kadınçılık namayış kılalaysan da cevap verdi. Ameliyatda bular bizge nimdap aldı. Vaktimizi yutap etti. Ruhsatimiz tugab ketdi, ruhsatimiz yo'qda ochiq ko'chida aldab millatni bilimsizlikdan foydalanib, Türk'ün bir gapi bor. Jahillik başa beladır deb. Jaholat boshqa balo topadi, jahil bo'lmadi. Shu bizniki jahilimizdan foydalanib, bizniki millatning davosini shunda aldab, o'yin to'p nima qilib, burumlab tijorat qilib olgan bir necha qarindoshlarim, yana Uyghur siyasi kirvagan insanlar var. Yani ulan iki aksızın maili sakın sabır kıtlık, ne çıkartım sabır kıtlık, yani ne tüzüp kalamayacak. Allah'ın malını tüzüp koydu, duamı kıldık. Lekin yani ulan rengini özgertmedi. Yani şu bayrağının ki meydanı nadil boğallıkını enik bildirdi bizge. Yani milletin menfaatini oynamaydıqallıkını enik bildirdi. Şunun için biz boptu dedik. Bunun bilen takalış güme. Ötken yılı ben 2017 yılındaki 6. ayda şu Oklahoma'dan nimlige yazgandım. Yani ki neçi parlamentlice teklif nimizde bir 30 neçi yazgandım. Hem de bunlar ki nimkilip teşkilatın ismini bulmasa biz kubul kılmayımız, açık göksü kılmayımız diye. Şunun bilen ben şu profesörlerim, siyasi profesörlerimizin maslahat sorup kandak İstanbul'da mağmında davası desem, bu davası bir teşkilat kur dedi. Vaktincilik müşketlerini kılıçtık mı bir teşkilat kur deyip, onun mesnat edip, o da dedi, millet müstakillik buluştuğun burun milli uyg'onish hareketi buludu. Sen mi şu Şarkı Türkistan milli uyg'onish hareketi deyip ne kılsam muvaffak deyip, aş fikrini profesörlerin belgenti şu vakitte, şu 6. yani 2017'de Şarkı Türkistan milli uyg'onish deyip, hareketi deyip o teşkilat namıdın er yazgan xetimli, er telefon kıyga yem boş yönüm dedim kıldım. Hazır bu parlamentden küreşkelerim şu. Çiğgen vakti lan soraydı o. Sen ne kayıt teşkilatını almayı Şunun için banda da milletin akvalını için tuvatına. Bizdeki gayemiz birincisi umumi gayemiz şu Şarkı Türkistan'daki müstakillikini halkara kanunluq mas halda qaytadan her xil yollar bilan qaytadan tiklab müstakillikni qaytadan asliga keltirish. Onunla kalsa şu milletimizdeki birlikini demokratiyani, haqiqiy demokratiyani teşvik qilish, milletimizden birlikini teşvik qilish ve vatanparvarlikni teşvik qilish asas şu bizning temamiz. Biz her qanday Uyg'ur teşkilatı bulandı, Şarkı Türkistan teşkilatı bulandı, hammasi vatan millet değilse ularga köksümüzü açımız, ular bizning qirinishimiz, ular bilan birlikte her xil yollar bilan hareket qilamiz. Ama yani üzününki menfaatini, yani milletimizin strategiyasını faydalanıp, pul tapıman, üzümünü, genimine bakıman, aşk köşü deydiğen insanlar bolsa, biz ular karıştırmız. Biz milletin menfaatini oynamayız. Biz milletinki şahsen üzümünü milletimle askeri laf bilmez. Onun için ben hiç kimge aymayım mı? Onda sılık yapılıp ben kullanmayım. Tüzdam yapılmaz. Bulara aslında tıygınım için bular beni çetkik etti. Bunu ben işten insanlar üzerine sorup ne koysa, eğer ne koymasanlar o Rabia Hanım'ın kendisini ben rekord kılıp algandım. Keyin yana atölgen yana bu ayal avaz nimisini almış yani bunda demeden diyorlar işleri var. Şunun için rekord kılıp aldım yani. Eğer ne koysa bu keyinki vaqtda eğer biz ne koysa ben ma yalgan desek yapırım mı? Facebook kullanma adamga nah meydanda anlatıp koyma. Muşunda uyallar var. Uyallarını tüzüş gerek. O rahberlerimiz haqiqiy millet için hizmet kılatkallar nait az. Hizmet kılatkallarını düşman bilip durup onu yok kılıp etmez. Sen Türkiye'deki Abdülhakim Mesmacı'nı
Xitoylar qaslab o'tkazib haqiqiy millat uchun kurash qilayotganini. Nimo Abduqodir Yapchankamni turmuga qamatib qo'ydi. Xitoy dushman o'zining yaloqchilarini ishlatib, har xil uyonlar bilan bizniki nimamizni, yo'limizni to'sayman da'vati va to'sayman deb davomlashadi. Buni ammo biz buzimiz. Bu dushmanningki qulini ajdodimiz qanday kesgan bo'lsa, barmoqlarini qanday kesgan bo'lsa, biz mashinalar kesimiz. Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun inshaalloh birlashimiz, xoinlarni aramızdan tip çıkaytımız ve fakatlam şu müstakillik yolda, milletin yolda, milletin deydiğin insanlar bilen birlikte hareket etmemiz. Deydiğim şu. Rahmet. Aziz qarindoshlar, yuqorida radiomiz muxbirining davası bitiki bir qism jangovar yoshlar bilan ilib qolgan suhbatining ikkinchi bo'limini angladinglar. Yeni bir programda ko'rish umididan xayr xo'sh, Alloh emanet.